Hamzat Chimayev va Sean Strickland o'rtasidagi jang hozir UFC'dagi eng katta va eng shov-shuvli janglardan biri hisoblanmoqda. Bu jangni jonli efirda qachon va qayerda tomosha qilish mumkinligini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Bu bahs 10-may UFC 328 turnirida kechaning asosiy jangida bo'lib o'tadi. Chimayev ushbu jangda o'rta vazn chempionlik kamarini birinchi marta himoya qiladi. Hamzat Chimayev professional faoliyatida hali biror marta mag'lub bo'lmagan. U juda kuchli wrestling va grappling uslubi bilan mashhur bo'lib, ko'pchilik ekspertlar uni diviziondagi eng xavfli jangchilardan biri deb hisoblaydi. U chempionlik kamarini o'tgan yili Dricus du Plessisni mag'lub etib qo'lga kiritgan. Sean Strickland esa sobiq UFC chempioni hisoblanadi. U o'zining kuchli striking uslubi, aniq jab zarbalari va doimiy bosimi bilan tanilgan. Bu jangning alohida qiziqarli tomoni ikki jangchi o'rtasidagi haqiqiy adovatdir. Ular avval birga sparring qilgan va keyinchalik bir-biriga qarshi keskin fikrlar bildirgan. Shu sabab UFC jang oldidan ularni bir-biridan uzoqroq saqlash uchun qo'shimcha xavfsizlik choralarini ko'rmoqda. UFC 328 turniri 10-may o'tar kechasi tungi soat 02:00 dan so'ng boshlanadi. Turnirni Yasport TM Telegram kanalida jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Bu jang haqida fikringizni yozing va bizdan uzoqlashmang.